Alisher Navoiy haqida 10 ta fakt. Alisher Navoiy 1441-yil Hirotda tug'ilib, 1501-yil shu yerda vafot etgan. Buyuk shoir Lutfiy 10-12 yoshli Alisherning Orazim yopqoch ko'zimdin sochilur har lahza yosh deb boshlangan birgina g'azaliga o'zining butun ijodini almashtirish istagini bildirgan. Navoiy 50 ming misradan ortiq she'rni yod bilgan. Alisher Navoiy turkiy tilda yozgan asarlarda Navoiy, Forsidagilarda foniy taxallusini qo'llagan. Alisher Navoiy ulug' amir, podshohning eng yaqin kishisi, din va dunyo ishlarida haq va haqiqat nizomi nomli yuksak unvonlar sohibi bo'lgan. Navoiy 52 ming misralik Xamsa asarini yozishga atigi 6 oy sarflagan. Alisher Navoiy o'z ijodida 26 mingdan ortiq so'zdan foydalangan. Navoiy til, adabiyot, tarix, pandnomaga doir 31 ta mukammal asarlar yozgan. Alisher Navoiy 80 ta masjid, 52 ta rabot, 16 ta ko'prik, 4 ta madrasa, 1 ta kutubxona qurilishiga homiylik qilgan. Biz o'zbek xalqi Alisher Navoiyning avlodlarimiz.